Keyingi masalamiz 27-masala. 27-masala. Oziq zanjirida o'simlik, o'txo'r hayvon, yirtqich hayvonlar mavjud. Ya'ni o'simlik bilan iste'mol qilyapti o'txo'r hayvon. O'txo'r hayvon bilan iste'mol qilyapti yirtqich hayvon. Noma'lum massa o'txo'rni yegan yirtqich 155 kg ga yetdi. O'txo'r yirtqich iste'mol qilgan oziqasi farqi esa o'shancha 1350 kg ga teng. Bo'lsa yirtqich dastlabki massasini topishimiz kerak. Demak, buniki x, buniki 10x, buniki 100x bo'lganda o'txo'r va yirtqich iste'mol qilgan massasi 100, yirtqich iste'mol qilgan massasi 10x teng 1350. Ya'ni 90x teng 1350. X'imiz teng 15. Demak, bu 15 ekan, bu 150, bu 1500. Bizda yirtqichning dastlabki massasini so'rayapti. Umumiy hozirgi massasi, ortgan massasi 155, ortgan massasi 15. Demak, 155 dan 15 ni ayiradigan bo'lsak, 140. Demak, dastlabki yirtqichning massasi 140 ekan. Bahor javob. Keyingi masalamiz 28-masala. Oziq zanjirida bug'doy, chigirtka, kaltakesak, lochi mavjud. Oziq zanjirida konsument unumli massasini bergan ekan. Massasi 7215 tashkil etsa, produksiyaning umum massasini topishimiz kerak. Demak, x, 10x, 100x va 1000x. Ya'ni bizda nima bor edi? Bizda formula bor. Ya'ni produsentdan konsumentga qarab energiya miqdori yoki umumiy massa kamayadi. Hayvondan o'simlikka qarab esa ortadi doimo. Ya'ni chapdan o'ngga qarab kamayadi, o'ngdan chapga qarab ortadi. Endi bizda konsumentlar 100 x plus 10 x teng x teng 70. X'imiz teng kelib chiqadi 65. Endi 65 ni to'g'ridan to'g'ri o'simlikning massasi ko'paytiramiz. Ya'ni 65 ko'paytirilgan 1000 ga teng kelib chiqadi 65 3 dan 0. Demak, kelib chiqdi 65.000 kilogramm ekan. Keyingi masalamiz 29-masala. Masala. Tuyulen bilan dengiz mushugi bor. Tuyulen bor ekan, dengiz mushug'i bor, ya'ni dengiz mushugi bor. Ikkalasini birgalikda massasi esa 330 kg ekan. Dengiz mushugining massasi tuyulnikidan 300 kg, 30 kg ga ko'p. Demak, x plus y'imiz teng 330 bo'lsa, demak y minus x'imiz teng necha bo'ladi? 30 ga teng. Chunki dengiz mushugining massasi tuyulning massasi 30 kg ko'p deyapti. Bizga kelib chiqadi x'imiz 150, y'imiz 180. Endi bizdan quloq suprasi bo'lmaydigan sutimiz o'chil massasi 168 kg yetishi uchun qancha kilogramm baliq yeyish kerak? Quloq suprasi bo'lmaydigan hayvon bu tuyulen. Ya'ni 150. 150 kg edi, 168 bo'lish kerak ekan. 168. Ya'ni 168 ni 150 ga ayirsa, necha 18 kg ga ortishi uchun qancha baliq iste'mol qilish kerak? Ya'ni 180 kg baliq iste'mol qilganda tana massasi 168 bo'ladi. Demak, qaysi javob? A javob. Keyingi masalamiz 30-masala. Bizda quyidagicha: fitoplankton, zooplankton, mayda baliq, yirik baliq, tuyulen
oq ayiq mavjud ekan. Agar oq ayiq massasi 800 kg bo'lsa, zooplankton massasini aniqlang. Buniki 800 kg bo'lsa, buniki 8000, buniki 80000, buniki 800000. Endi buni bizda tonnada so'rayapti. Tonnada so'rayotgani uchun mingga bo'ladigan bo'lsak, kelib chiqadi 8000 tonna. Bizda qaysi javob ekan? C javob. Keyingi video darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.